Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Sizlar bilan Pseudo Expert Food kanali va bugungi ko'rsatuvimiz Angliya Premyer Ligasining 32-turiga bag'ishlanadi. 32-tur hali oxirigacha yakunlangani yo'q. Bu ko'rsatuvni aynan olayotgan vaqtimizda hali yakunlangani yo'q. Manchester United hamda Leeds o'rtasidagi uchrashuv bizni kutib turibdi bugun tunda. Umuman bu uchrashuvga ko'rsatuvimiz so'ngida ham to'xtalib o'tamiz albatta. 32-turni Angliya Premyer Ligasining 32-turida juda qiziqarli o'yinlar bo'lib o'tdi. Arsenal hamda Bournemouth o'rtasidagi uchrashuv, Liverpool, Fulham, Sunderland, Tottenham, Chelsea, Manchester City o'rtasidagi uchrashuvlarda bugun ko'rsatuvimizga birin-ketin to'xtalib o'tamiz. Birinchi bo'lib keling, 32-turni ochib bergan uchrashuv Arsenal hamda Bournemouth o'rtasidagi uchrashuvga to'xtalamiz. Iraola jamoasi Artetaga qarshi Emiratesga mehmon bo'lib kelishdi. Arsenalning kayfiyati nisbatan yaxshi bo'lishi kerak edi. Arsenal Chempionlar Ligasidagi o'yinda Chempionlar Ligasi doirasida Sporting ustidan g'alaba qozonib kelgan edi. Bournemouthning ham kayfiyati yomon emas. Jamoa 11 o'yindan beri umuman mag'lubiyatga uchragani yo'q va kerak bo'lsa Chempionlar Ligasi uchun, Yevrokuboklar uchun kurash olib bormoqda. Endi Arsenalning o'yiniga to'xtaladigan bo'lsak, ko'proq Artetaning tanlagan o'yiniga. Biz Artetani ehtiyotkor rejimda o'ynaganligini tushunmadik, to'g'risini aytganda. Arsenal o'z hujumlarini Bournemouthni o'zi tomonga chaqirib, o'yinchilarni Bournemouth pressingda juda zo'r o'ynadi. Birinchi o'rinda mana shuni ta'kidlab o'tishimiz kerak. Bournemouth pressingga borishga umuman qo'rqqani yo'q va Arsenal Bournemouthning pressingga kelishini hisobga olib, o'sha pressingdan osonlikcha chiqib ketib gol urib ketamiz degan xayol bilan o'ynadi nazarimizda va Arteta oxirigacha 75-daqiqacha shu taktika asosida o'ynashga harakat qildi. Rayani Chempionlar Ligasi doirasidagi o'yinda juda maqtagan edik. Aslida Rayadan bunchalik xato oyoqda bu xatolarga yo'l qo'yishni kutmagan edik. Ammo Bournemouth o'yinchilari bunga majbur qilishdi. Xo'p, Bournemouthning pressingi zo'r ekan. Ikkinchi bo'limda ham xuddi shunday taktikada o'ynashning nima keragi bor edi? Boshqacharoq total hujumga o'tish, bosimni oshirish. Yo'q, Arsenal bu ishlarni amalga oshira olmadi. Xuddi Arsenalga durang yetarlidek ikkinchi bo'limni boshladi. Birinchi bo'limda Kruppining goli Kruppi qayerdan paydo bo'ldi? Menimcha himoyachilarning o'zi ham tushunmay qoldi. Umuman ketganda Arsenal birinchi golni umuman tushunarsiz va himoyadagi xatolari sabab o'tkazib yubordi. Keyin penalti bo'ldi. Haqqoniy penalti edi. Joker shuni golga aylantirdi. Xo'p, birinchi bo'lim yakunlandi. Endi ikkinchi bo'lim. Ikkinchi bo'limda Arsenal to'liq hujum qilishi va ustunlik qilishi kerak bo'lgan joyda yo'q, Iraola shogirdlari Arsenalga nisbatan hujumkorroq o'ynashga harakat qilmoqda, maksimal darajada har bir vaziyatni oxirigacha o'ynashga harakat qilmoqda. Arsenal jamoasida esa faqatgina Rays u jamoa sardori bo'lib tushgan edi o'sha o'yinda. U harakat qilyapti. Oxirigacha o'ynayapti, har bir vaziyatdan maksimal foydalanishga harakat qilyapti, hatto uzoqlardan zarba ham berib ko'rdi, himoyaga ham qaytyapti. Umuman aytganda, uchrashuvning eng yaxshi o'yinchisi Rays edi. Bournemouth tarkibini ham umumiy o'yindagi eng yaxshi o'yinchi aynan Rays edi. Arteta qo'rqoqlik qildi desak, xato bo'lmaydi nazarimizda. Arteta baribir bahorga kelib, umuman har bir turnirlarning eng muhim pallasiga kelib negadir qo'rqoqlik qilyapti. Hujumga borishga qo'rqyapti. Ammo o'yinchilarning salohiyati bunga to'liq mos keladi. Artetaning orqadan himoyadan o'ynash taktikasini umuman tushunganimiz yo'q. Balkim Bournemouth shu darajada zo'r o'ynagandirki, Arsenalni butunlay orqaga qamab qo'ygandir. Aslida bu ishonish qiyin-da. Bir 3 oy, 4 oy oldingi Arsenalni ko'rgan har bir odam tan berar edi nazarimizda. To'g'ri, o'sha vaqtlarda ham ko'pchilik Arsenalga bahor kelsa o'zgaradi, bahor kelganda jamoa qiynalishni boshlaydi degan gaplar yangragan. Ammo Bavariyaga bo'lgan o'yinni ko'rganmiz, biz kuzda bo'lib o'tgan umuman chempionat doirasidagi o'yinlarni ko'rganmiz. Arsenal juda kuchli edi. Arsenal total ustunlik qiladi. Ayniqsa Tottenhamga
Tottenham bilan uchrashuvda Ezening kuchini ko'rib men hayron qolgan edim. Angliya Premyer Ligasining eng zo'r o'yinchisi ham bo'lishi mumkin deb o'ylagan edik nazarimizda. Ammo yo'q, Eze ham ko'rmadi. Eze zaxiradan maydonga tushdi va Eze ham hech nimani o'zgartira olgani yo'q. Xatolarga yo'l qo'yib maydon markazida to'plarni kerak joylarda yo'qotib qo'yib, Douman ham maydonga tushib hech nimani o'zgartira olgani yo'q. Umuman Artetaning zaxiradan maydonga tushirgan o'yinchilari ish berayotgan bir pallada Bournemouth bilan uchrashuvda bu ham yordam bermadi. Hech qaysi bir zaxiradan tushgan o'yinchi yaqqol nimadir o'zgartirgani yo'q. O'yinning so'ngida yana bir qiziqarli vaziyat bo'ldi. Bu Arsenal Gabriel Magalhaesni hujumga qo'ydi. Arsenal tarkibida shunchalik hujumchilar ko'pki, Magalhaesga qolgani yo'q edi. Va Magalhaesga aynan vaziyat yaratilgan vaziyatda, Magalhaesda bo'lgan vaziyatda agar biror hujumchi bo'lganida to'pga yetib olib gol kiritishi mumkin edi. Menimcha Arteta tomonidan qilingan yana bir xato shu edi. Agar sen Magalhaesni hujumga qo'yib, to'liq hujumda o'ynatmoqchisan, o'yinning so'ngida kel undan ko'ra zaxiradan birorta hujumchini maydonga tushirib, o'sha pozitsiyada o'ynatishga harakat qil. Nima qilasan? Himoyachini hujumga qo'yib qo'y. Bilmadik. Endi bu Arsenalning o'zining ishlari va Arsenal chempionat so'ngiga kelib intrigani yanada oshirdi va Manchester City bilan oradagi farq endi 6 ochkoga yetdi va City zaxirasida bir o'yin bor, Crystal Palace'ga qarshi o'yin. Hozircha hali hech nima hal bo'lgani yo'q. 19-aprelda Arsenal hamda Manchester City uchrashuvi bizni kutib turibdi. Barchamiz bilamiz, juda zo'r o'yin bo'lib o'tadi. Bu aniq. Katta ehtimol chempionlik o'yini, chempionlik hal bo'ladigan o'yin desak ham bo'lsa kerak. Yana bilmadik, bu mana shu yilgi chempionat aprelda katta ehtimol so'nggi turlargacha chempionni aniqlash qiyin bo'ladi. Xo'p, keyingi uchrashuvga o'tadigan bo'lsak, bu Liverpool hamda Fulham o'rtasidagi uchrashuv. Anfieldda Liverpool o'z uyida Fulhamni qabul qildi. Fulham bu mavsum juda chiroyli, juda yaxshi futbol, o'rta miyona yaxshi futbol ko'rsatib kelmoqda. Mavsumning boshida albatta muammolarga duch keldi, ammo keyin o'zini o'nglab oldi va jamoa yaxshi o'yin ko'rsatib kelayotgan edi. Ayniqsa Wilson mavsumning o'rtasida juda ochilib ketdi, juda yaxshi o'yinlar ko'rsatib keldi. Ammo Anfieldda Fulham umuman uchrashuvni ko'rgan bo'lsangiz, 15-20 daqiqa davomida Liverpool ustunlik qildi. Undan keyin bir 5-10 daqiqaga Fulhamga ustunlik boy berildi va keyin Liverpool o'sha vaziyatda, agar Fulham o'sha vaziyatda mana shu uchrashuvning 25-daqiqasidan 25-daqiqadan 35-daqiqagacha, agar 30-daqiqalargacha Fulham gol urib olganida katta ehtimol Liverpool mag'lubiyatga uchrashi ham mumkin edi. Ammo o'sha yerda Mamardashvili bitta seyf amalga oshirdi, jamoa gol ura olmadi. Bir-ikki momentlar, bir-ikki vaziyatlarda Iwobi yo'qqa chiqardi. Keyin esa Liverpoolning Arne Slotning ishongan yosh o'yinchisi Ngumo ajoyib gol kiritdi. Tan olish kerak, 17 yashar o'yinchi bunaqa gol urishi Angliya Premyer Ligasidan har doim ham ko'ravermaymiz va Arne Slotga mana shu vaziyatda tan berish kerak, chunki u Ekitike Isaklarni zaxirada qoldirib, aynan Ngumoga ishondi va unga imkoniyat berdi va u imkoniyatni oqladi. U yakkama-yakka vaziyatlarda umuman qo'rqmadi va kerak bo'lsa har qanday himoyachilarni aldab o'tishga harakat qildi va buning uddasidan chiqdi. Hatto ikkinchi golda ham uning qanotidan boshlangan hujumdan keyin Salah o'ta go'zal zarbasi bilan gol kiritdi va shu vaziyatda uchrashuv yakunlandi desak ham bo'lar edi, chunki Fulhamda keyin biz ishonch ko'rganimiz yo'q, Liverpool esa o'yinda oxirigacha o'ynab qo'ydi. Endi umuman Liverpoolning keyingi uchrashuvi PSJga qarshi aynan Anfieldda bo'lib o'tadi va bu uchrashuv Liverpool foydasiga ishlashi mumkin. Liverpool Chempionlar Ligasi doirasida juda ko'p kambeklar amalga oshirgan jamoa. Eng mashhur kambeklardan biri bu aynan Barselonaga qarshi bo'lgan edi. To'g'ri, Klopp davrida dersiz, boshqa dersiz, bu Slot, bu Klopp. Ammo Atletico bilan o'yinda ham so'nggi daqiqalarda aynan Virgil van Dijk gol kiritib ketib, Liverpoolning keyingi bosqichga olib chiqqan edi. O'tgan mavsumda ham. Umuman, Liverpool uchun bu foydali.
bo'ldi. Bu o'yin juda foydali bo'ldi va Anfield uchun ham. Anfielddagi muxlislar ham keyingi uchrashuvda aynan Liverpooldan mana shunaqa total ustunlik bilan boshlanadigan, bosim bilan boshlanadigan o'yinni kutish kerak. Arne Slot agar aynan shu sxemada maydonga tushirsa, menimcha foydaliroq bo'ladi va o'yinchilar bir-birini ancha tushunadi. O'tgan safargi PSJga qarshi bo'lgan o'yinda tushunarsiz sxema, tushunarsiz himoya va shuning orqasidan 2-0 hisobi kelib chiqqan edi. Aslida ko'proq ham bo'lishi mumkin edi. Endi umuman Liverpoolning holatiga qaraydigan bo'lsak, Liverpool turnir jadvalida endi 5-o'rinda turibdi. Eng yaqin ta'qibchisi Chelsea Cityga mag'lubiyatga uchradi. Bundan barchamizning xabarimiz bor. Angliya Premyer Ligasida Liverpoolning ishlari ham oson emas. Chempionlar Ligasi yo'llanmasi uchun kurash olib boryapti. Bu yoqda esa PSG bilan o'ynash kerak. Ikki frontda kurash olib boryapti va ikki frontda ham muhim pallalarga yetib kelgan Liverpool. PSG bilan uchrashuvda Liverpoolning imkoniyatlari past bo'lsa-da, ammo Fulham bilan uchrashuvdan keyin qandaydir ishonch uchqunlari bor jamoaga qarata. Xo'p, keyingi uchrashuv De Zerbi Sunderland mehmoni bo'ldi. Tottenhamni birinchi bor boshqardi va De Zerbi xulosida Tottenhamning birinchi o'yinining guvohi bo'ldik. Eng esda qolarli vaziyatlardan biri bu Colin Muanining yiqilgani, Romeroning jarohati va Sunderlandning goli. De Zerbi o'zining birinchi o'yinidayoq nimanidir butunlay o'zgartirib yuboradi yoki vaziyatlarni yaratadi, umuman boshqa jamoa yaratadi, boshqa jamoa tashkil qiladi deb ishonish noto'g'ri edi. De Zerbi bor materialdan nimadir yasash kerak edi. Va to'g'risini aytganda, o'yindan keyin shunday taassurot uyg'ondiki, Tottenham to'g'ri g'alaba uchun o'ynagan yo'q, g'alabaga yarasha o'yin ko'rsatgan yo'q, ammo durang o'ynasa ham nisbatan durang o'ynasa bo'ladigan o'yin edi aslida. Ammo Sunderlandning omadi keldi va Sunderland o'zi umuman uyida yaxshi o'ynashni hisobga olgan holimizda Sunderland g'alabaga erishdi. Umuman Romeroning jarohatidan xafa bo'lgan ko'rinadi. De Zerbi umuman Tottenhamga ko'z tekkan ko'rinadi. Bunchalik ko'p o'yinchi jarohat olishi umuman kutilmagan holat, chunki shu darajada epidemiya boshlangandek, xuddiki jarohatdagi o'yinchilardan bitta yangi jamoa yasasa bo'ladi. Jamoa tashkil qilsa bo'ladi Tottenhamda. Tottenham mag'lubiyatga uchradi va katta ehtimol shunga qarab ketmoqda. Bunday bo'lishini istamaymiz albatta, ammo Tottenham Nottingham Forest, Leeds hamda West Hamga nisbatan kuchsizroq ko'rinyapti nazarimizda. Chunki Nottingham Forest ham Aston Villa bilan durang o'ynadi bu turda. West Ham umuman 4-0 hisobida g'alaba qozondi Burnley ustidan. To'g'ri, Burnley taslim bo'lgan jamoa, ammo umuman g'alaba. Wolverhampton ustidan 4-0 hisobida g'alaba qozondi. O'zim adashib ketdim. Leeds esa bugun Manchester Unitedga qarshi o'ynaydi. Xo'p, endi keyingi bosqichga o'tamiz. Keyingi o'yinlar bu Manchester City hamda Chelsea uchrashuvi. Chelsea oxirgi marotaba Manchester Cityni Chempionlar Ligasi finalida yutgan ekan. O'shandan keyin hali biror marta Chelsea Manchester Cityni yuta olmagan ekan. Umuman aytganda, Rasinyor oxirgi ikkita o'yinda ham mag'lubiyatga uchragan ekan. APLda. Eng qizig'i, City bilan mag'lubiyatdan so'ng bu qatorasiga ikkita yirik hisobdagi mag'lubiyat bo'ldi Rasinyor uchun. Rasinyor birinchi bo'limda to'g'risini aytganda Pep Guardioladan yaxshiroq o'ynadi. Jamoaning taktikasi, jamoaning sxemasi, jamoa hujumchilari, himoyachilari barcha zo'r o'ynadi. Birinchi bo'limda Chelsea shunday taassurot qoldirdiki, xuddiki jamoa ikkinchi bo'limda yanada kuchliroq o'ynashi mumkin va hatto g'alabaga erishishi mumkin deb o'yladik. To'g'ri, XG'lar, to'pga egalik nisbatlarini statistikadan qarasangiz, bu statistikalar yolg'ondek ko'rinadi, chunki maydonda ustunlik aynan Chelsea tomonida edi. Chelsea hamma narsani boshqarib borayotgan edi, qo'l ostida edi, o'zining qo'lida edi. Ammo Pep Guardiola tanaffusda o'z jamoasi bilan qanday gap o'tkazgan, nimalar degan, nimalar deb ruhlantira olgan, buni endi faqat Manchester City jamoasi, o'yinchilari va Pep Guardiola biladi.
lekin jamoa umuman boshqacha bo'lib maydonga tushdi. Sherki qanday ajoyib assistlar amalga oshirdi. Qoyil qolish kerak, faqat bo'ldi, boshqa hech narsa qila olmaymiz. Sherkining o'yini ochilib boryapti. Sherkining pijonlik harakatlari, aktyorlik harakatlariga ko'z yumishga majbur bo'lyapmiz uning o'yinini ko'rib. Uning o'yini o'ta go'zal. U aynan futbol o'ynamoqda. O'sha eski barchamiz sevgan pragmatik futbol emas, aynan ochiq futbol o'ynayapti. Va hamma bunga xursand bo'lyapti. Ayniqsa ikkinchi goldagi vaziyatda Gehiga bergan pasi, bu tashqi tomon bilan yugurib ketayotgan holatida o'ng oyog'iga to'g'ri kelayotgan to'pni u chap oyog'i bilan uzatma qildi Gehi. Va Gehi gol kiritdi. O'Reillyning goli esa, O'Reillyga ham alohida to'xtalib o'tish kerak. Manchester Cityning tarkibida birinchi bo'limda eng zo'r o'yinchi bu O'Reilly bo'lsa, ikkinchi bo'limda bu Sherki edi. O'Reilly juda yaxshi o'yin ko'rsatib kelyapti. O'Reilly hujumchi bo'lib ketyapti. Holandning o'rnini bemalol bosa olyapti. O'sha vaziyatda ham to'g'ri Chelsea himoyachisi qayerga qarayotgandi, nima qilayotgandi, bu hammani hayron qoldirgan bo'lsa kerak. To'p uzatilayotgan paytda himoyachi O'Reillyga qarab turibdi, to'pga emas, O'Reillyga qarab turibdi. Na sakragani bor, na sakradi, na boshqa narsa qildi. Umuman hatto to'sqinlik ham ko'rsatgani yo'q. Xo'p, City bu uchrashuvda g'alaba qozondi va ikkinchi bo'limdagi o'yiniga tan berib aytish kerak, chempionlik o'yini ham bo'ldi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Abduqodir Husanovning o'yiniga to'xtalib o'tamiz. Alohida albatta yurtdoshimiz Abduqodir Husanov birinchi bo'limda bir ikkita xatolarga yo'l qo'ydi, tan olish kerak, ammo ikkinchi bo'limda ishonchli harakat qilishda davom etdi va hatto uzoqdan o'ta go'zal zarba yo'lladi. Barchamizning esimizda qoldi bu vaziyat. Manchester City bu g'alabasidan so'ng turnir jadvalida ikkinchi o'rinda yanada mustahkam joylashib oldi va hatto Arsenalga oradagi farqni 6 ochkoga qisqartirdi. Endi Manchester Cityning Chempionlar Ligasida ishtirok etmayotgani va bu bosim yo'qligi jamoaga yordam berishi ham mumkin. To'g'ri, Angliya Kubogida ishtirok etyapti, u yerda Southampton bilan o'ynaydi, ammo jamoa nisbatan bosimdan qutulgan va o'ziga bo'lgan ishonchi ortib boryapti. Holandning o'yini o'xshamayotganligi sezilayotgani yo'q. Mana kechagi Manchester Cityda Holandning o'yini o'xshamaganligi sezilgani yo'q. Uni himoyachilar yopib qolyapti, ammo qolgan o'yinchilar bemalol gol urib keta olyapti. Va shu yerda ham Holand foydasi tegyapti jamoaga nazarimizda. Shu bilan 32-turning ko'p uchrashuvlari yakuniga yetdi va bugun endi Manchester United hamda Leeds o'rtasidagi uchrashuv bo'lib o'tadi. Old Traffordda bu o'yin bo'lib o'tadi. Bu o'yin turli jihatdan Leeds uchun ham, Manchester United uchun ham juda muhim. Manchester United maksimal tarzda o'z tahdidlaridan uzoqlashishga harakat qiladi, chunki Chempionlar Ligasidagi yo'llanma uchun o'z joyini mustahkamlash shart. Leeds esa Championshipga tushib ketmasligi uchun harakat qilmoqda va shuning uchun bu uchrashuv o'ta qiziq bo'lishiga ishonamiz. Bu uchrashuvni o'z Telegram kanalimizda sharhlab borishga harakat qilamiz. Har vaziyatlarni va qiziqarli vaziyatlar bilan sizlar bilan bo'lishib borishga harakat qilamiz. Siz esa bizning YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Ushbu video ostida o'z izohlaringizni qoldiring, like bosing va Telegram kanalimiz Pseudo Expert Food kanaliga obuna bo'lib qo'yishingizni so'raymiz. Xayr, salomat bo'ling.